Assalomu alaykum YouTube muxlislari, kanalimiz obunachilari. Amaliyotchi psixolog Hasanov Bekzod neurolingvistik dasturlashga bo'lgan mavzular bilan tanishishda davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan ko'z harakati strategiyasi yoki ko'z harakati kaliti mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, biz aynan bu strategiyani o'rganish insonga nima beradi, qanaqa vaziyatlarda biz bundan foydalanamiz, o'shalar haqida gaplashamiz. Modelimiz bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, aynan sizga qarab turgan vaziyati, mana. Demak, chap tomoniga yuragim chizib qo'ydim. Hozir bu nimaga kerak? Bu haqida ham ma'lumot beraman. Ko'z harakati strategiyasi asosan chapaqa insonlarniki sal boshqacharoq bo'ladi. U haqida ham keyinchalik ma'lumot berib o'tamiz. Hozir asosan ko'pchilik insonlar, ya'ni 90% insonlar aynan shu strategiya bo'yicha harakat qiladi. Biz bilamizki, NLP asoschilari Jon Grinder va Richard Bandlerlar aynan insonlarni modellashtirishda, ya'ni ularni kuzatish oqibatida shunaqa bitta narsaga guvoh bo'ldi. Ya'ni ma'lum bir xil savollarni berganda insonlarni ko'z harakati bir-biriga o'xshash tarzda harakat qiladi. Keyinchalik ular bu mavzuni chuqurroq o'rganishga kirishdi va o'rganish natijasida aynan NLP'da ko'z harakati kaliti, ya'ni strategiyasi vujudga keldi. Bitta narsani biz bilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi NLP'ni boshlashda aynan inson o'zini ko'z harakati strategiyasini kuzatishi tavsiya qilinmaydi. Chunki ko'pincha inson aynan o'zini ko'z harakatini kuzatishda chalkashliklar yuzaga keladi. O'shaning uchun o'zingizlar birinchi o'zingizlarni kuzatishinglar shart emas. Boshladik. Mana chap tomonga birinchi e'tiborimizni qaratamiz. Ya'ni inson sizlarga qarab turibdi. Chap tomon tepa qismida, ya'ni agar biz ko'zimizni chap tomonga, ya'ni tepa qismiga qaratadigan bo'lsak, mana bu vizual eslash deyiladi. Ya'ni bu nima degani? Inson tajribasida ko'rgan ma'lumotlarni eslash talab qiladigan bo'lsak, ko'zini chap tomonga tepaga qaratiladi. Buni biz vizual eslash deymiz. Mana hozir sizlarga ham bitta topshiriq beramiz. Ya'ni o'zingizlari, onangizlarni yuzini eslashga harakat qilinglar. Xo'p, davom etamiz. Ana endi agar inson chap tomonga, ya'ni chap tomon ko'zini quloq tomonga agar qaratadigan bo'lsa, ya'ni inson tajribasida oldin qanaqadir eshitgan so'zlarni eslashga harakat qiladi. Mana misol uchun siz hozir bitta yana qisqacha mashq bo'ladi. O'zingizlarni telefon muzikalarini eslab ko'ringlar. Yoki sizlar sevgan o'sha onangizlar ovozini eslab ko'rishga harakat qilinglar. Xo'p, davom etamiz. Agar biz ko'z harakatimizni, ya'ni chap tomonga pastga qaratadigan bo'lsak, mana chap tomonga pastga. Bu ya'ni digital tizim deyiladi. Ya'ni bu bizning ichki nutqimiz. Ya'ni inson o'zi bilan o'zini ichida qanaqadir suhbat olib borayotgan bo'lsa, aynan ko'zini chap tomonga pastga qaratadi. Mana. Hozir misol uchun o'zingizlar ham qilib ko'rishinglar mumkin. Ichingizlarda shu men haqimda qanaqadir fikr aytishinglar mumkin. Endi biz o'ng tomonga diqqatimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Mana bu o'ng tomon. Mana agar inson o'ng tomonga, ya'ni o'ng tomon tepaga ko'zni qaratadigan bo'lsa, buni vizual konstruksiyalash deymiz. Vizual konstruksiyalash deganda inson bu yerda hayotda misol uchun qanaqadir tasvir yoki qanaqadir obrazlar ko'rmagan. U misol uchun uni o'zicha konstruksiya qiladi. Ya'ni xayolida yaratadi o'sha narsani. Buni biz vizual konstruksiya deymiz. Ya'ni vizual konstruksiyaga nimalar kiradi? Vizual konstruksiyaga ko'pincha bizlarni orzu qilishimiz, nimalardir tasavvur qilishimiz. Bitta narsani biz bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha life hack bo'ladi. Aynan ko'z harakati strategiyasini ko'pincha inson yolg'on gapiryapti
bu yolg'onni aniqlashi bo'ladi, bu model bilan 100% yolg'onni aniqlab beradi degan fikr bor. Lekin bu aynan 100% insondagi yolg'onni aniqlashiga yordam bermaydi bu model. Xo'p, davom etamiz. Audial konstruksiyalash. Agar inson ko'zini o'ng tomonga, quloq tomon harakatlantiradigan bo'lsa, buni audial konstruksiyalash deymiz. Audial konstruksiyalashda tasavvur qiling, mana misol uchun siz oldin ma'lum bir so'zlarni eshitmagansiz. O'sha narsani tasavvur qilish so'ralganda, ko'pincha biz ko'zimizni o'ng tomonga, ya'ni quloqimiz tomonga ma'lum miqdorda buramiz. Mana misol uchun Hamdam Sobirov Ozodbek Nazarbekovni ovozda qo'shiq kuylasa. Davom etamiz. Ana endi agar o'ng tomonga pastki qismiga, mana o'ng tomonga pastki qismiga ko'zimizni qaratadigan bo'lsak, ya'ni bu bizning his-tuyg'ularimiz, kinestetik his-tuyg'ularimizga biz nima qilamiz? E'tiborimizni qaratamiz. Mana bunga ham bitta mashq qilib ko'ramiz. Muzdek suvda cho'milyapsiz. Yoki bo'lmasa qo'lingizga muzni olib ko'rdingiz. Xo'p, ana endi bu model o'zi nima uchun kerak? Buni biz qaysi vaziyatda qo'llaymiz? O'shalar haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bu model, ya'ni insonlarni qaysi reprezentativ sistemada fikrlashishda, qaysi reprezentativ sistemada ularga gapirsak bo'ladi. Ya'ni insonni reprezentativ sistemasini aniqlashga bizga yordam beradi. Reprezentativ sistema o'zi nima? Bu haqida bizning videomiz bor. Kanalimizda reprezentativ sistema haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ya'ni reprezentativ sistema deganda insonni agar biz qaysi vizualmi, audialmi, kinestetikmi, qaysi reprezentativ sistemada gaplashayotganini aniqlaydigan bo'lsak, biz ular bilan kontakt o'rnatishimiz, ya'ni muloqot o'rnatishimiz, ular bilan raportga kirishimiz oson bo'ladi. Misol uchun ko'pincha insonni kuzatganimizdan keyin kuzatish bo'yicha, ya'ni kalibrovka haqida bizning videomiz bor, ularni ham ko'rish tavsiya qilinadi. Biz insonni ko'rdik. Misol uchun birinchi bitta kontakt notanish inson bilan biz qanaqadir ishimizni, qanaqadir shartnoma qilmoqchimiz. Unga qaraymiz. U qaysi reprezentativ sistemada? Agar vizual bo'ladigan bo'lsa, u bilan ko'pincha vizual ohangda, ya'ni vizual tilda gaplashganimiz ma'qul. Agar audial bo'lsa, u bilan audial ohangda. Agar kinestetik bo'lsa, biz ko'pincha kinestetik tilda, ya'ni his-tuyg'ular orqali u inson bilan kontakt o'rnatishimiz, raportga kirishimiz oson bo'ladi. Bu model aynan shuning uchun kerak bo'ladi. Aynan buni qanaqa qilib inson o'zida ko'nikma qilib shakllantirishi mumkin? O'shanga mashqimiz bor. Hozir buni ham diqqat bilan eshitib tursanglar, aytib o'taman. Ya'ni NLP ni yana bitta takrorlaydiganim, NLP bu amaliyot. Qanchalik biz NLP ni agar amaliyotimizda sinab ko'radigan bo'lsak, shunchalik NLP ni tushunishi va u bizga foyda berishni o'zimiz seza boshlaymiz. Ana endi buni qanaqa qilib ko'nikmaga aylantirish mumkin? Bir hafta mobaynida sizlar YouTube'da o'zingizlarga yoqqan, aynan YouTube'da, misol uchun qanaqadir kino emas, YouTube'da shu jonli efir bo'ladi. O'shanaqada insonni kuzatishingiz mumkin. U ko'pincha gaplashayotganda ko'zini qanaqa tarzda harakatlantiryapti yoki qanaqa ko'pincha tepaga qarayaptimi yoki yon tomongami yoki pastgami qaratyaptimi? O'shani kuzatishingiz kerak bo'ladi. Ana endi yana bitta qo'shimcha ma'lumot, ko'z harakati strategiyasini mana boshida aytib o'tdik. Misol uchun onanglar yuzini eslashni sizlarga taklif qildim. Bu misol uchun biz boshida nima dedik? Agar chapga tepaga qarasak, biz vizual eslash, ya'ni tajribamizda ko'rgan voqealarni eslaganimizda tepaga chap tomon ko'zimiz qaratamiz. Ana endi bu sal boshqacha ketadi insonlarda. Buni ham aytib qo'yishim kerak bo'ladi. Yana kombinatsiyada keladi. Misol uchun kimdir birinchi onasini yuzini eslashdan oldin onasini ovozini, ya'ni ovozni eslab turib, keyin yuzni eslashi mumkin. Ya'ni bu yerda juda ko'p kombinatsiya keladi. Kombinatsiyalar haqida hozir biz gapirmaymiz, lekin o'shani bilishimiz kerak bo'ladiki, ko'z harakati strategiyasini o'rganishda o'sha kombinatsiyalar ham mavjud. O'shaning uchun birinchi navbatda insonni o'zini kuzatish tavsiya qilinmaydi, ya'ni o'zimizni o'zimiz kuzata olmaymiz va
buni biz o'zimizda anglay olmaymiz. Aynan shu begona bir insonlar bilan muloqot qilganimizda biz o'shalarning ko'z harakatini o'rgansak bo'ladi. Demak, videoyimiz shundan iborat. Agar video sizlarga foydali bo'lsa, biz qanaqadir foydali ma'lumotlar yetkazib berayotgan bo'lsak, kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida shu like bosib qo'yasizlar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.